Men Selli. Bu videoda biz mana shu One Block'da survival qilamiz. Bo'lmasam ketdik. Hozir ichiga kirib qoldimi? Bo'ldi. Mana shu yerda buzuramiz. Endi anaqa chiqdi. Taxta maytda tushib ketmasligim uchun qurib oldim. Nima bo'ldi hozir? Voy, mol paydo bo'ldi. Demak, sal kattaroq qo'yish kerak, joyda bo'lmasa mol tushib ketishi mumkin. Buni ismi molda bu. Hozir yana kovla urish kerak. Ana sandiq ham chiqdi. Voy, bu nima balo endi? Nima turamda mash? Qanaqadir g'alatiroq narsa ekan. Buni bosamiz. Bu nima balo endi? Mana shu yerga qo'yib turaylik. Hozircha sen kerak emassan, yo'qol. Yo'qol anaqa. Buni Steve'ga o'xshaganroq ekan, lekin bu. Buni qaranglar. Bunaqa narsa yo'q edi lekin Minecraftda. Yo bormikan? Buni ochadi shekilli. Menimcha ochsa kerak. Mayli, bu ham turib turaversin. Kerak bo'ladi. Buzamiz. Tosh chiqib qoldi. Men qanday endi anaqa qilishim mumkin? Hozir bundan inventorda qaranglar. Inventorimiz verstak. Nima bu? Nima bu endi? Zo'rligini ko'ryapsizlarmi endi inventorda? Rosa zo'r ekanda. Menga yoqdi. Endi men nima yasasam bo'ladi? Bitta hech narsa yasasam bo'lmaydi. Aqlim endi ketdi. Daraxtni o'stirish kerak endi. Kutaman endi. Kuch kerak. Endi o'sishini kutish kerak. Xullas, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar-da. Like bosinglar. Like bossam esdan chiqmasin. Buni sindirish kerak endi. Ha bo'pti. Qo'lga sindiraveraman endi. Lekin menga versak yoqdi. Ashqavoq tushdi endi. Daraxt. Endi yaxshi bo'ldi daraxt tushgani. Qo'yib qo'yibman. Verstakni ochish kerak. Nima ochilmayapti? O'tirsa bo'lmaydi bunda. Turib qilish kerak. Endi bundan nima yasasam bo'lar ekan? Bitta hech balo. Bitta yasayman. Endi bittan yo'q. Yana bitta daraxt kerak. Bas kavlab turaveray hozirchalikka. Ana bo'ldi, endi yetadi. Men buni bitta qism qo'ymayman. Chunki bu ko'proq qism bo'lish kerak. Bitta qism bo'lsa ko'payib ketadi video. Smash. G'alati mashina. Endi ochib bittan nima yasasam bo'lar ekan? Buni qo'yamiz. Olamiz. Bundan yasayman. Keyin bundan yasayman. Bo'ldi. Endi boshqa hayvonlar chiqargan endi. O't chiqdi, ko'rdinglarmi? Endi toshni kovlab olish kerak bo'ladi. To'g'ri. Bu hozirchalikka kerak emas. Yo'qotib tur endi pastga. Bu nima endi? Buni olib turaveramiz. Yana bitta. Tosh yaxshi. Toshli narsa gajak joy bo'lsa bo'ladi. Daraxt endi. Hozir mana ko'rinishim. Ikkinchi qo'lga olib bo'larmikin buni? Olmaykan. Afsuski olmaykan-da.
Endi mana shu toshni ham kovlasak. Bu harom. Harom go'sht bu. Cho'chqani go'shtini yesa bo'lmaydi. Bu nima? Yana bitta shunqa chiqdi. Yana bitta. Xullas, men bittani qaysa olmasam bo'lmaydi. Mana shuni yasaymiz. Sandig'im bor ekan, sandiq yasaman deb turdim endi. Endi o'tirib, hozir nimaga bekka qo'ydim? Hozir nima bo'lsa ham tushib ketmaslik kerak deb aytdim. Tushib ketsam ashuncha narsa hayb bo'ladi. Qo'y kerak ekan. Qo'yni o'ldirib yuborsak yaxshiroq. To'xta. Bu tushib ketadi. O'tma o't. O't deyapman senga. Uy, ko'rdinglarmi? Men ketib qoldi. Havob o'zi o'tib oladi. Tovlaymiz. Hozir tovuq chiqib qoldi. Buni o'ldirsak arziydi. Qo'y qani deyishlar mumkin. Qo'yni o'ldiraman deb. Makka turib oladi-ki. Tagiga blok qo'yaman desam, itarib o'tdim. Ana. Bunisi olmadim keldi. Toshman ko'paygandir. Endi hozir mashdan nimadirlar yasash kerak. 5 ta tosh bo'ldi endi. Hozir avval taxtani qovsam bitta qoldi. Endi mana cho'pay yasaymiz.